Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun Oqoltin tumani Xalq banki Bo'ston mahallasida joylashgan 3286 kontordamiz. Bu kontorda Oqoltin tumani kooperatsiyasiga birlashtirilgan poliz mahsulotlar, qovun, salafanasi qovun mahsulotlarini yetishtirish bo'yicha kooperatsiyaga amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda qovunlarimiz, dehqonchilik mahsulotimiz jami 33 gektar maydon tashkil qilib, 33 gektarda 66 ta fuqaroni bandligi ta'minlangan hamda poliz ekinlari, qovun mahsulotimiz dastlabki ishlab berish jarayoni, ya'ni o'g'it bilan, o'g'it minerallar bilan foydalanib minerallashtirilmoqda hamda pushta qismi, ya'ni qovunga ishlab berish jarayonini amalga oshirilgan. Qovunlarimiz dastlabki holati hozir mana oldi gullik jarayoniga yetib, tuyish holatiga yetib kelgan. Endi umumiy poliz ekin maydoni 30 gektar bo'lib, qovunning umumiy uzunligi, kontorning umumiy uzunligi, bitta ariqda uzunligi 450 metr hisoblanib, bitta anaqasiniki 25 gektar, bitta 25 metr hisoblanadi. Bu degani 1 gektar tashkil qiladi. Jami bunda 30 gektarda kontorga asosga bo'linib olingan. Qovun mahsulotimiz hozir dastlabki holatida qovun oldi tuyish holatiga yetib kelgan. Endi bu yetishtirish jarayoni 2025-yil 20-maydan 30-avgustgacha deb belgilangan. Qovun mahsulotimizni yetishtirib, eksport qilish jarayonigacha yetib kelinadi. Qolganini keyin davom ettiraveradi.